Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Tanjoninglar sog'mi? Okalar, mana podpischiklarim, hurmatli. Sizlarni yaxshi ko'raman. Menga shunaqa takliflar tushyapti. Nima deysizlar? Nima maslahat berasizlar? Bitta iloji bo'lsa, kommentda bitta shundoq fikringizni bildirib beringlar. Menga uy joyi reklama qilib bering. Uy joyi reklamaga tushyapti. Bitta emas, ikkita emas, uchta emas. Yo, meni temamda, meni auditoriyamda faqat mashina qilaman men. Shunaqa desam, yo'q deydi. Sizlar auditoriyangizda yoshi kattalar, kuzatadigan yoshi kattalar ko'p ekan. Biz qiziqib ko'rdik deb auditoriyangizda dedi, uy sohasiga ham anaqa qilib yo'naltirib, uylarni ham reklamasini qo'yib bering deyapti. Shunga nima deysizlar? Uy qo'ysam bo'ladimikan? Uyni sotuvga chiqaraveraymikan? Yurib ketarmikan, nima deysizlar? Men bitta uyni qo'yib ko'raman, shunda bitta fikringizni kommentda qanaqa epla olaymanmi yo'qmi? Sizlarga bitta reaksiya berib ko'ringlar, qanaqa bo'lar ekan. Joninglar sog' bo'lsin.